Robocon testdagi 0373 masalani C++ da yechamiz. Omadli chipta. Bu masalada chiptani nomeri omadli bo'ladi. Qachonki bu 6 xonali bo'lsa va birinchi 3 ta raqamlar yig'indisi keyingi 3 ta raqamlar yig'indisiga teng bo'lsa. Shunda omadli hisoblanadi va yes deb chiqarishimiz kerak bo'ladi. Aks holda omadli hisoblanmaydi va no deb chiqarishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, endi C++da o'zgaruvchilarni e'lon qilaylik. Son e'tibor bering, string tipida, ana sonni bu yerda o'qib olamiz. Va natija no deb hozir boshida e'lon qilib olaylik, ya'niki omadli emas deb o'ylaylik. Xo'sh, agar uzunligi 6 ga teng bo'lsa va raqamlar yig'indisi teng bo'lsa dedik, chap va o'ngdagi uchtasini omadli bo'ladi dedik, to'g'rimi? Demak, shuni tekshiryapmiz. Ana 6 xonali bo'lsagina bu qism bajariladi. Aks holdachi? Aks holda no edi, noligicha chiqaraveradi ana bu yerga. Xo'sh, S1 va S2 lar chapdagi 3 ta raqamlar yig'indisi va o'ngdagi 3 ta raqamlar yig'indisini hisoblab boradi. Takrorlash operatori 0 dan 2 gacha davom etadi. 0, 1, 2. E'tibor bering, bu yerda tengligi yo'q, 3 ni olmaydi. Va ana bu i'inchi indeksdagini oladi. Ana bu satrdan, bu string tipda e'tibor bering. I'inchi indeksdagi raqamni oladi, lekin bu char tipda. Bu ASCII kodini saqlaydi, to'g'rimi? Buni raqamga int tipga o'girish uchun ham 0 ni ayirib qo'yamiz. Bu 0 ham ASCII kodida bo'ladi. Ya'ni ayirganda raqamni 1, 2, 3 int tipidagi haqiqiy qiymati chiqib qoladi. Shunday S1 ga qo'shib boramiz. S2 ga ham xuddi shunday, faqat i+3-indeksdan olib boradi, keyingi uchtalikni oladi-da. Xo'sh, agar bu takrorlash operatori tugagandan keyin S1 va S2 teng bo'lsagina, ya'ni chapdagi 3 ta va o'ngdagi 3 ta raqamlar yig'indisi teng bo'lsa, natijani yes ga o'zgartirib qo'yamiz. Aks holdachi? Aks holda noligicha turaveradi, o'zgarmaydi. Va ana oxirida ekranga chiqaryapmiz. Accepted bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. To'liq videoni ko'rish uchun havolaga bosamiz.